Tradersiz, bilimingiz bor, savdo qilishni bilasiz, lekin kapitalingiz yo'q. Prop kompaniyalar siz uchun ajoyib imkoniyat. Ko'pchilik traderlar prop kompaniyalar haqida eshitgan, lekin ular qanday ishlaydi, nima vazifani bajarishi haqida tushunchaga ega emas. Bu videoda men shularni sodda qilib tushuntirib beraman. Prop kompaniyalar o'z kapitaliga ega bo'lgan investitsion kompaniya hisoblanadi. Ular bilimi bor, tajribasi bor va savdo qilishni biladigan traderlar uchun investitsiya ajratishadi. Lekin siz avval ularni imtihondan, ya'ni testlardan o'tishingiz kerak bo'ladi. Prop kompaniyalar $5000, $10000 dan tortib $100,000, $200,000 va undan ortiqroq mablag'larni ham sizga investitsiya sifatida berishlari mumkin. Lekin avval siz ularni imtihonlardan, ya'ni testlardan o'tishingiz kerak bo'ladi. Sizga belgilab berilgan target profitlarini bajarib berishingiz kerak bo'ladi. Siz ularni imtihondan o'tganingizdan so'ng sizga shu tanlagan summangizda real depozit beriladi va siz unda savdo qilishni boshlaysiz. Va savdo qilib ishlagan foydangizni 80% traderga, 20% prop kompaniyada qoladi. Agar prop kompaniyalar mavzusi sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, video izohida o'z fikringizni qoldirsanglar, men 2025-yilda top prop kompaniyalar haqida to'liq video joylashtiraman.